yoki haligi energetika suvini ichadi kuch bo'lish uchun. U hali uylangan yo'q. U hali charchagani yo'q. 25-30 yoshli o'rtasidagi energetika suv. Hozirdan senga energiya yetmasa, bu opa-dadamizday 60 voy, 70 voy bo'lmaydi deganda, bular 50-60 ga kirganda aniq bola ko'rmaydi. Bola ko'rmaydi emas, u xotinini ham ko'rmasa kerak 50 dan keyin bular. Undan ham alam qiladigan miyang damalan deydi. Seni miyang qachon charchadi o'zi? Qachon charchadi miya, aql qachon charchadiki u damalsa endi. Arab tili o'rganib charchadimi? Qur'on yodlab charchadimi? Miya damaltirgani keldim deydi. Aqling damalan deydi. Sigaret chekkan ham shuna deydi. Bir aqlni peshlab qo'yaylik deydi. Bu aqlda hamma har xil yo'ldan peshlaydi deganda Alloh aytayapti. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub deyapti. Aql, qalb, inson Allohni zikr qilib dam oladi. Boshqa yo'li yo'q bunda. Ba'zi bir narsalar bor, odam mukasdan ketadi. Baliq tutgani borgan odamlar bor, hamma yo'g'ini kechib qo'yib boradi. Bittasi ichib olib dam oladi. Bittasi chekib olib dam oladi. Yoki haligi energetika suvini ichadi kuch bo'lish uchun. U hali uylangan yo'q.